Hammaga assalomu alaykum. Mega Koreyadagi do'stlarim, yaxshimisizlar? Ancha yillar bo'lib ketdi sizlar bilan gaplashmaganimizga. O'zbekistonga qaytganimdan keyin deyarli video ham qilmadim, hech nima qilmadim. Shu pul topish dardida yuribman do'stlar. Hozir Andijonda bitta kichkinagina bizneschani boshlab olganman. Sizlarga shuni bir ko'rsatmoqchiman. Koreyada 7 yil, 8 yil yurib, yashab, nimalar qilib yuribdi bu bola deyotganlarga. Manaqa buggy maydoncha ochib olganmiz do'stlar. Manaqa Andijon Cityda atak qiziqsanglar kelaverasizlar. Bu juda katta trassa. Bu yerda driftlar qilib, angillatib bosishinglar mumkin. Bu haqiqiy o'g'il bolalarning monster mashinasi bo'ladi. 7 ot kuchli. Buni Xitoydan zakaz qilganmiz. Xitoy narsasi, o'zimiz yasamaganmiz. Bunda 2 kishiliklari ham bor. Takoy oilaviylar uchun buni minib orqasiga farzandlarni o'tkazib olsanglar bo'ladi yoki ayolinglarni bu yerda minishinglar mumkin. Bitta bosib ko'rsating. Davay. Bitta bosing. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Idorasiz. Onasini inson ovozini ham qaranglar, balandligini. Ullas boru minasizlar, maza qilasizlar. Faqat kerak, minish kerak. Hali mashina minganda chiqara olmagan emotsiyalarni, ichinglardagi g'uborlarni mana shunda jigarini ezib, xohlagan ko'ylarga solasizlar. Bizda haligindaqa yo'q. Sekinroq mining, qattiq bosmang, tormoz bermang deydigan gaplar yo'q. Shu avariya qilib olmasanglar bo'ldi. Xohlasanglar bor tezligida bosinglar. Xohlasanglar drift qilib ko'tlarini aylantiringlar. Qizig'i yo'q, bu yerda faqat adrenalin olib, zavqinglarni, ichinglardagi g'uborlarni chiqarish uchun kelasizlar. Atak sizlar bilan Mega Koreya bo'ldi. Sizlar bilan Andijonda ko'rishguncha.